Assalomu alaykum. YouTube Cherry Farg'onani hurmatli kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizdagi modelimiz 7 Pro Life pozitsiyamiz bo'ladi, ya'ni budjetli variant. Mashinamiz Pony LED fara bo'ladi, elektronli bo'ladi. Undan tashqari mana apshikalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Mashinamiz uzunligi 4,5 metr bo'ladi. Undan tashqari sidenalari elektronli bo'ladi, mana ko'rishlaring mumkin. Motor qismiga keladigan bo'lsam, motori 1,5 turbina 147 ta ot kuchi bo'ladi, ya'ni MPI motor bo'ladi. Mashinani shu gavdasi bo'lgan bilan, lekin rasxoti kam bo'ladi. Ya'ni rasxoti 7-8 ta bo'ladi shahar ichiga. Motori MPI bo'ladi. Ertadan keyin propan qiladigan bo'lsalar ham 100% propanda yuradi mashina. Bundan tashqari mashinamiz Pony elektronli bo'ladi. Ya'ni rullari, sidenalari hamma yo'g'i elektronli bo'ladi. Rullari mana e'tibor berasizlar, men ko'rsataman sizlarga. Rullari mana elektronli, gidravlik emas. Bitta qo'ldan bemalol boshqarib ketaverasizlar. Undan tashqari diskasiga keladigan bo'lsam, diskasi diskiviy bo'ladi, mana ko'rishlaring mumkin. Buni ancha-muncha mashinada ko'rmaysiz. Xavfsizlik tarafdan keladigan bo'lsam, 4 eshikli shumka izolyatsiyasi bo'ladi, zavodskoy. Bu ancha-muncha mashinalarda bo'lmaydi. Bagajga keladigan bo'lsam, bagaji 480 litr bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Zapaskalari petski rejimlari bo'ladi. Avtomatik qaytaradi, siqib qo'ymaydi. Mashinamizda oddiy cruise control limitlari bo'ladi o'zini. Zavodskoy. Mana eko koja bilan qoplangan. Sidenlari ham. Bundan tashqari joystiklarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Dizayn juda ham chiroyli qilib ishlangan mashinamiz. Yana bitta zo'r narsasi, bu pozitsiyamizda ko'pchilik so'ragan, ya'ni panoramik tom lyuk qo'shilgan. Ya'ni endi budjetli variantimizda panoramik tom lyuk bor. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Polni ochiladi. Bundan tashqari labovoyda spirali bo'ladi. Ertadan keyin qish holatida muzlatib qo'ymaydi, ya'ni tellatib yormaydi. Bu avtomobilimiz tan narxi bugungi kunda 299 million 900 ming. Bu avtomobilimizni siz o'ziga xohlagan usulda, ya'ni avtokredit, naqd, rassrochka, lizing asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari eng minimum boshlang'ich to'lov, e'tibor berib turasizlar, 53 million so'mdan olib chiqsalar ham bo'ladi bir kunda. 53 million so'mning ichida, ya'ni hamma xizmatlari, ya'ni nomer, texpasport, hamma rasxodlar bilan qilib beramiz bir kunda. Bir kunda ishlayib bitadi. Avtosalonimiz manzilini eslatib o'taman. Avtosalonimiz Farg'onada Abdulla Qodiriy 3 da joylashgan. Kelsalar o'zimizda test drive ham, trading xizmatimiz ham bor. Dam olish kunlarisiz rasmiy ish vaqtimiz ertalab soat 9:00 dan kechqurun soat 19:00 gacha barchalarini Cherry Farg'ona Davr Motorsda kutib qolamiz.